Men bir narsa aytib beraman sizlarga hozir. Kecha bo'lgan voqea, kecha. Men juda qattiq ta'sirlandim. 3-4 kun oldin bir kishi telefon qilib, qo'ng'iroq qilib, bir joyga borib shu bir kasal bor, shunga bir dam solib qo'ysangiz deb iltimos qildi. U menga qo'ng'iroq qilayotgan odam vodiydan Toshkentga qatnaydigan odam ekan. Tasodifan ko'rishib qolgan bir oila bilan. U oilani 12 yoshli qiz boshqarar ekan oilani. Ishonasizmi shunga? 12 yoshli qiz qandoq qiz bo'ladi? U maktabda o'qimas ekan. Oilani boshqaryapti. Qandoq qilib? Hozir aytaman, u juda ham dahshatli holat. Yo'lda borguncha menga gapirib tushuntirib, vaziyatni tushuntirib ketdi. Bu juda ham kambag'al oila. Men kirmayman, o'zingiz kirasiz. Er-xotin gaplashmas ekan, soqov ekan. Er ham soqov, xotin ham soqov. Bir o'g'li bor ekan, 20 yoshdan oshgan o'g'li avtohalokatda bir 200 yil oldin vafot qilib o'lib ketgan ekan. Undan keyin qolgan qizi o'sha 11-12 yoshli qiz ekan. Ota ham soqov, ona ham soqov. Endi soqov bo'lganidan keyin eshitmaydi ham. Dahshatmi? Haqiqatan dahshat. 11 yoshli qiz gapirar ekan. Endi otaning ko'zi 1,5 metrdan u yog'ini ko'rmaydigan qolibdi. Ochki ham ko'rsangiz lupaga o'xshaydi. 1,5 metrdan u yog'ini ko'rmayapti. Bu undan ham yomon, ha? Tasavvuringizni keltirib turing shunaqa odamni hozir. Men gapiryapman, siz ko'zingiz oldida keltirib turing. Undan ham yomoni ona ham xuddi shunaqa, gung, quloq eshitmaydi. Bu ham yetmaganda uni ko'rib qolgan, umuman, hech narsa ko'rmay qolgan. Ro'parangizda shunaqa odam tursa, qanday gaplashasiz shu odam bilan? Qani? O'ziga bir savol bering, hozir hamma o'ziga savol bersin-da. Men dahshatli deganim, men ko'zim bilan ko'rib turgan holatni men tasavvurlab bera olmayman. Lekin ona eshitmaydi ham, gapirmaydi ham, u ham yetmaganda ko'zi ham ko'rib qolgan. Er o'zi 1,5 qadamdan u yo'q ko'rmayapti o'zi. O'shanda lupa bilan ham. Ona bu ahvolda. Kichkina qiz gaplashar ekan. Borib onasining qo'lini barmoqlab ushlab, bundoq qilib gapiryapti. O'zi ko'rib turman shuni. Onasining qo'lini bundoq gapiryapti. Shu kichkina qiz oilani boshqaryapti. Qandoq qilib desa, men kirib o'tirib olganman. Manzara juda odam yashaydigan holat emas uy. Shunaqa holat ekanki, har kuni chiqib qiz ikkita non olar ekan. Ikkita nonga 1 marta olmas ekan, 2 marta chiqib kelar ekan. 1 marta chiqib bittani olib kelar ekanda, keyin yana bitta chiqib bitta olib kelar ekan. Ularning topadigan shu pensiyasi bir narsasi o'sha unga yetar ekan, faqat nonga. Unga ro'zg'or qilib bersangiz, kim ovqat qiladi uyda? O'sha bola ham issiq ovqat yeyisi kelsa kerak, o'sha ota ham ona ham yeyisi kelsa kerak. Shunaqa manzara. Juma kuni non tekin ekan, 2 dan 4 olib kelar ekan unda. O'shani yetkazar ekan har kuni ro'za shu ekan, yeydigan narsasi. Nimaga shu bittadan olib chiqa qolmaysan shuni 2 tani deb so'radi meni kichkina qizlar. Endi men u gaplashim kelyapti bilanda. U o'rtada men nima gapirsam, otasi, onasi qo'liga bundoq qiladi, otasi qo'liga bundoq qiladi. Otasi ham shunday qilib qo'yadi. Keyin menga tarjima qilib beradi. Kichkina qiz ba'zi gaplar o'zi kichkina, lekin aql, odob degan narsa shu tashvishi boshga tushirganda ancha yetilib qolgan. Bu salafani kerak bizga deb o'tadi. Salafan kerak ekan. Non solib beradi-ku salafan. O'sha kerak ekan bunga. O'sha narsa uchun 2 marta chiqaman, bitta olmayman deydi. Nima qilasan uni deb so'radi. Nima deb o'ylaysiz? Nima qiladi shu salafan? Hojatxonaga bo'lmagini o'rniga ishlatar ekan. O'shanga ham pul yo'q ekan hattoki. Men hozir zo'rg'a gapiryapman, ichida to'lib. Uyga kirsa hid bo'lib ketgan, endi uni yashab turgancha bilmay qolgan. O'sha salafanini bo'lmagi o'rnida ishlatish uchun bitta chiqsa bitta solib berar ekan, ikkita nonni. 2 marta chiqsa 2 marta solib berar ekan, ikkita salafan kelar ekan uyga. Juma kuni 2 marta chiqar ekan, 2 dan 4 non berar ekan, tekin bo'lgani uchun ikkita olar ekan. Shuni otasi bir narsa deydi endi qiziga, soqolchalab qo'limda qilib gapirdi. U qiz endi mendan so'rayapti. Shu juma kuni non tekin, hammaga tekin u non, asli hammaga bo'lgan. Lekin boshqa kuni ikkitadan oladigan nonni juma kuni 4 ta olamiz. Shu gunohkor emasmizmi deb dadam so'rayaptilar hozir dedi. Men tasavvur qilib gapirib bera olmayman xullas. U shu joyni atrof qarasangiz, ovqat ichadigan choyli narsa yo'q. Termiz bo'lardi-yu, Sovet davrida qo'ygan termiz, qop-qop temirlik. O'shanaqa termizni qop-qop turibdi. O'shanda choy icharkan. Chunki piyalar, kosalar tushib ketaverib, sinaverib, ana qiz birga qo'lni yuvib, yig'ishtiramadi xullas, o'shanaqa qiyshayib ketgan u ham. Bitta katta anaqa bor ekan, shunda icharkan. Qarang, siz bilan biz yashab turgan zamonda kimlar bilan zamondosh bo'lib yashayapmiz hozir? Men cho'ntagimda ozgina pul bo'lib berib ketaman hozir bir
cho'ntagimda katta pul ham yo'q ekan, doim ham bunaqa katta pul bilan yurmaysiz edi ko'chada ham. Borini bersang, olmayapti ota. U mendan pul so'ramayapti. Berganingizni ham olmayapti u. Olmayapti berganingizni ham. Yo'q deydi. Mana qiz gapirib yuradi yana. Otasi bilan gaplashadi, orada bir gapirib yuradi. Aytadiki, Umar aytgan ekanki, pul beruvchi qo'l yaxshi, pul oluvchi qo'l yaxshi emas deb aytgan. Deyapti. Tushida ko'rganmi uni nima bo'lgan? Xullas ota shu gapni gapirganini qizi menga tarjima qilib beryapti. Demak, pul bersangiz, sadaqa bersangiz, ehson bersangiz olgisi kelmayapti. O'zi ahvol menga ahvol, lekin olgisi kelmayapti. Men o'yladimki, men bironta atrofimda bir imkoni yaxshiroq odamga bir aytib turib, bir yaxshi ayolni shuniga qo'yib beramiz. Uyga qilib oylik berib tursa, yaxshi qarasa, parvarish qilsa degan ma'noda shu o'ylab reja qilib turdim. Keyin men aytdim shu gapni, qizga aytib otangga shunaqa desam, yo'q ko'nmayaptilar dedi. Hech kim aytmagan ham shunaqa ekan. Mana shunday yasharkanmiz, bo'ldi ekan deb turdi. Endi fe'li injiq bo'lib qolgan, fe'li tor bo'lib qolgan. Shukr qilishimiz kerak demoqchiman. Shu kichkina qiz ota bilan onani boshqaryapti. Ota-ona kar, soqov. Ona umuman ko'rmaydi ham. Men kecha ko'rib keldim. Yana kelasizmi deb qoldi. Dam solishga yana kelasizmi deb. Ha, kelaman dedim-ku. Lekin yuragim dov bera olmadi shu yoqqa borishga yana qaytib. Kecha bir marta borib keldim, kechki payt. Biz o'tirib olib, ba'zida noshukrlik qilib qolamiz. Haj qimmat ketib ekan. Haj boyga o'zi aslida. Baraka topkur. Nosh ketib qolibdi, shakar uncha ekan, u buncha ekan. Ey! Hojatxonaga bo'lmagisi yo'q odamlar o'tiribdi, men ko'rib, men hozir aytdim-ku. Salafani ishlatib o'tiribdi, bunga sotib olish yo'q, puli yo'q. Bizga Allohni bermaganidan bergani ko'p bo'lgan. Biz shukr qilishimiz kerak bunga hozir. Agar shukr qilmasak, eng kamida biz ko'r bo'lib qolsak, u ham kam bizga agar. Agar shukr qilmasak, eng ablahlik qilgan bo'lamiz biz. Eng yumshoqlik gapirganda ablah bo'lamiz biz. Alloh panoh bersin. Shunaqa insonlar ham bor ekan atrofimizda. Bekorga aytmas ekan yosh o'g'illarimiz, birni ko'rib shukr qil, mingni ko'rib fikr qil degan gaplar bekor emas ekan. Bu dunyo o'zi o'tkinchi. O'zi qancha umrimiz qoldi? Nima deb o'ylaymiz? Qancha umr ko'ramiz yana? Yana qancha umr ko'rishimiz? Yana 5 yil yashaymizmi? 10 yil yashashimiz mumkin, nari borsa. Asli 1 soatga ham kafolat yo'q o'zi. Juda Alloh taolo bonus qilib berganmiz, 60 yil yashayman deganimiz ham, hozir yoshimiz nechiga chiqdi? Mana janozalar bo'lib turibdi. 10 ta janozadan 8 tasi yoki 7 tasi 60 bilan 70 orasida o'sha yoshlar. Ko'rayotgan bo'lsak, eshitayotgan bo'lsak, qarindosh urug'larimizda, oilamizda, mahallamizda, masjidlarda janozalarga qatnashyapmiz. Yoshini eshiting, 60 bilan 70 orasini gapiradi. Bitta-ikkitasi yo ko'proq yo kamroq. Biz 8 tasi, 10 tadan 8 tasi shunaqa yoshda. Ha biz yoshimiz nechiga chiqdi hozir? Arjidimi qolgan umrimiz shunaqa bir narsadan noshukrlik qilib, besabrlik qilib, kimlardir ko'ziga cho'p tiqib, kimlardir yomonlab, undoqsan deyishga arziydimi? Hech arzimaydi. Hech ham arzimaydi. Farzand bo'lib turib otamiz, onamizni xizmatini qila olmayotgan bo'lsak, demak biz yaxshi farzand emas ekanmiz. Alloh panoh bersin. Hammamiz ham yaxshi niyatda bola chaqa boqyapmiz. Farzandlarimiz hayotligimizda belimizga quvvat bo'lib, ko'zimizga nur, qalbimizga quvonch bo'lib, qo'limizdan xizmatlarimizni, duolarimizni olib yurishni farzandlarimizga, hammalarimizga farzandlarimizga Alloh nasib etsin. Biz ham ota sifatida farzandlarimizni baxtini kamolini ko'rib duo yo'llari bo'lib, umr guzaronlik qilish baxtini hammamizga Alloh nasib etsin.